100 kishilik to'yga necha pullik ichimlik suvi ketadi? Hop aka, 100 kishilik to'yga примерно 10 ta so'q hisoblaydigan bo'lsak, 2 ta kola, 2 ta fanta, 2 ta sprite, 2 ta gazli suv, 2 ta so'q hisoblaydigan bo'lsak, shunda sizga 20 ta donachingizga to'g'ri keladi. Hozir men sizga hisoblab beraman. Kola, fanta, sprite donaga 14 mingdan sotamiz, ko'p olganingizga 12,5 mingdan hisoblab beraman. 60 ta 12,5 mingdan. Gazli suvni 5 mingdan sotamiz, ko'p olganingizga 4,5 mingdan hisoblab beraman. 4,5 mingdan 20 ta. So'q, bir so'qimizni 12 mingdan sotamiz, ko'p olganingizga 11,5 mingdan hisoblab beraman. Общий 1 million 70 ming so'm bo'ldi. Do'konimizga kelsanglar, bundan ham arzon qilib beramiz. 100 kishilik to'yga necha pullik ichimlik suvi ketadi? Hop aka, 100 kishilik to'yga примерно 10 ta so'q hisoblaydigan bo'lsak, 2 ta kola, 2 ta fanta, 2 ta sprite, 2 ta gazli suv, 2 ta so'q hisoblaydigan bo'lsak, shunda sizga 20 ta donachingizga to'g'ri keladi. Hozir men sizga hisoblab beraman. Kola, fanta, sprite donaga 14 mingdan sotamiz, ko'p olganingizga 12,5 mingdan hisoblab beraman. 60 ta 12,5 mingdan. Gazli suvni 5 mingdan sotamiz, ko'p olganingizga 4,5 mingdan hisoblab beraman. 4,5 mingdan 20 ta. So'q, bir so'qimizni 12 mingdan sotamiz, ko'p olganingizga 11,5 mingdan hisoblab beraman. Общий 1 million 70 ming so'm bo'ldi. Do'konimizga kelsanglar, bundan ham arzon qilib beramiz.